ketdi. Assalomu alaykum birodarlar. Sizlar uchun ko'ylaklarimiz, bugungi ko'ylaklarni taklif qilamiz. Tigirovkalar. Bular tipani o'zi bo'ladi, kashunchali, ichlari nachos, 48, 50, 52 razmer bo'ladi. Har xil rasvetka, bunisi sal ochroq, bunisi sal to'qroq. Mayda gullisdan deganlar uchun mayda gullisi hammasini razmerlar bir xil rasvetkalar. Rasvetkalar har xil bo'ladi. Narxlari 65 mingdan. Tipani o'zi. Bulari bambuk, nachos emas, oddiy bambuk. 65 mingdan bo'ladi. Bular lekin standart 48 dan 52 gacha tushadi. Kapshonkali, cho'ntaksiz variantdan. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Xili bor, xili. Qancha kerak bo'lsa bor. Bular ham shunaqa. Bulari 75 mingdan sotdik, 72 ming qilib beramiz. Bular ham nachos emas. Tepa past, bu ham cho'ntaksiz bo'ladi, kapshonkasiz. Ko'rib turibsizlar, har xil rasvet. Rasvetkalariga kelsak, har xil qilib beramiz. Misol 6 ta olsang, eng kamida 6 xil rasvetka bo'ladi. Rangi bo'lsa bo'ldi. Buni ham 6 xil qilib beramiz. Tigir 4 xil bo'ladi, lekin 6 ta olishdan kerak kamida. Bularni 72 ming dedik. Mana bularni ham 64 ming qilib beramiz. Bular oddiy bambuk. Bu ham cho'ntaksiz, kapshonkasiz, lekin rasvetkalar har xil bo'ladi. Munchoqlik. Nima so'raganlar uchun, miramir so'raganlar uchun miramirimiz ham bor. Bularni ham 48 mingdan qilib beramiz sizlar uchun. Razmerlari hammasiniki 48 dan 52 gacha. Lekin bularga razmer. Bular ham bor mana. Wilton so'raganlar uchun Wiltonlarimizni ham 65 ming qilib beramiz. Bularni ham ichlari nachos emas. Hech qaysi nachos emas bular, tepa pastlarida. Tepa pastligi hammasi. Bular 75 mingdan, lozimida ham toshi bor. Razmeri bir xil hammasini. Dastlabki qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab, boshqa davlatlarga ham bor. Bemalol olib qo'yib chiqaverasizlar. Mana shu ko'rib turgan hamma assortiment bor hozir. Telegramga o'tinglar. Telegram kommentariyada, описаниеda bor. Ko'rasizlar, rasvetkalarda o'ta chiroyli. Eng oxirgi fasollar, eng oxirgi gullar bizda bo'ladi. Salomat bo'lasizlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.